Katta foliyadamiz, shalpiyadamiz, sal o'ryapmiz. Kombaynimiz texnik nosozlik bo'lib buzilib qoldi. Suvarkani ishlatgan tok kerak bo'ladi. Oshnamning firmasi menga yordam beryapti. Hozir oshnamning firmasi bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Aka, nima gap? Do'stimning firmasiga xush kelibsizlar. Do'stim kaptarga juda ham qiziqadi. Chunki har xil zotli kaptarlardan vaqt qo'ygan. Biz tema kaptar emas, novvoslar. Videoda akalarning hammalar qiziqdi. Buqadan boshlayman. Hamma zotimiz buqa turibdi. 80 ta moli bor ekan, mini ferma ekan. Hozir 80 ta mol qilish ancha minchasiga emas. Alloh barakasini bersin. Mana turishni kerak. Bitta mana o'rasi bor ekan. Hozir yangi sveji silos o'tilyapti. Bu yerga tayinli samonlar chiroyli qilib parvarishlab qo'yibdi. Kap yo'q, qoyil. Bu yerda faqat novvoslar boqilar ekan. O'zini hovlisiga qurgan ferma. Fermada men 5 xil zotli novvoslarni ko'ryapman. Hammasi yetilgan. Naslga tayyor, go'shtdor novvoslar bor ekan. Kichkina buzoqlari mana. Yaxshi sharoit qilib qo'yibdi. Boshla. Kamera bor. Ha, bloger kelib deb bersan. Bu fermada ham ishlar qizg'in ketyapti. U o'zim yaqin oshdan bu yerda ishlaydi. Meni fermamda emas, mana shu yerda ishlaydi. Nimaga? Do'stim bu yerda anaqa yo'qmi? Sigirlar yo'qmi? Ovoz olib sotaman. Qassobga sotadi. O, yo'qlaydi. O'sha mana shu yerda tisalka kamayapti-da. Robi agreteshdan bitta bosib beraylikmi tisalka, nima deysiz? Qanaqa permixlar bilan baqa sochni? Bu siloslar qanaqa kelyapti? Jaguardor olganmi? Ko'rim kerak ishlaydi. Mana ular maydalanish kerak-da, ko'rim kerak edi. Oladi maydalangan. Mana oladi, mana maydalanmagan. Buni ichida usti bo'ladi-da. Asha sachilash kerak mana shunaqangi silosinga. O'zim gap yo'q. Lekin uni chekalaridan mog'orlashib tutsangiz kerak ashla, chekalar, ha? Tagiga somon qilib yapsiz. Somon emas, paxol ekan, bu sholani paxolimi? Ha, mayli. Yangilikmi? O'sha bu bozordan necha oyligida olib, necha yoshida sotadi bularni. Chetdan keladi? Qaysi chetdan? Ha, Qirg'izdan olayotgan buzoqchalarmi? Ha, demak bular 2 oyligida olatishar ekanda, 3 oyligidan sutdan chiqishiga, ha? Keyin necha yoshda sotishadi? Bu yerdagilar sotuvga tayyorlarmi? O'rtacha 3 oylikdan olib 1 yil vaqt sotar ekanda, 1 yil, 1,5 yil. Nimaga buni oyog'idan baylangan? Uy, harom, ustiydikan bu. Ustiydikan. Bo'yindan baylanib, oyog'idan baylab qo'yibsan-a? Ha. Ancha oyog'idan baylab qo'ygan. Qo'yilgan lekin. Seni ham ishlayapti-mi mana bu? O'tdagi. Uni tuyoqlar davolangan ekan. Tuyoq kasaldan kim shug'ullanyapti? Tuyoqlar davolanib keldimi bular? Chetdan davolanib. Mana to'rt tuyoq bilan davolanibdi. Tuyoq kataloglar cho'loq bo'lsa ayta olasan, o'zim xizmat ko'rsataman do'stim keyin. Endi kombaynimizga ham chiqaylik-chi, nima gap ekan? Barda cho'yga sotib qo'ygandim-da uni. Esimda yo'qdi unda. Qana ishlataman men, nima ishlataman hozir? Xudoga shukr, Alloh sigimiz ham kelib oldi. Yo'q, emas. Bu bizni ferma aka u. Ha, asli. Yaxshimiz. Ha, men. Do'stimni mana yem solish jarayoni. Bu oshna faqat kepak ekan, qani? Bu mana kunjara. Makka. Premixdan bor ekan ichida. Do'stim mana yemlarni solib oldi, 2 kop soldi, 50 kilodan 100 kilo. 50 ta novvosamiz 2 kilodan to'g'ri keldi shunda. Bahor kepak. Nima maslahat berasiz? Oshna tez oson bunaqa natijaga chiqish uchun. Shu novvos kun tartibini aytib bering bizga. Ertalab 2 kilo yem, 5 kilo silos. Keyin obedda berasanmi shu bo'yi? Mana ko'p olib solish kerak bo'ladi. Semastasi varga qilib yuraveramiz. Mana Alloh o'zimiz kelib qoldi, xudoga shukr. Endi bu yerda o'rta-o'rtalar turib sekin-sekin bosib to'ldirib kelinadi.